Qizlar ovqat qilaman deb chilonzorga o't qo'yib yuborishimga sal qoldi. Xullas tovuq oyoqchalarini o'rtasini kesib, ustiga tuz, paprika, o'simlik yog'i, tomat va qatiq qo'shib yaxshilab aralashtirdim. Siz ta'bizga qarab xohlasangiz, boshqa ziravorlar ham qo'shsangiz bo'ladi. So'ngra oyoqchalarni yarim soatga olib qo'yamiz. Kartoshkalarni yirikroq qilib to'g'rab, qozondagi o'tinni lovullatib yoqamiz. Yog'ni yaxshilab qizdirib, to'g'ralgan kartoshkalarni solamiz. Siz xavotir olmang, yondi-yu o'shdi. Kartoshkalar yaxshilab qizargach, darrov suzib olamiz. Qizarish navbati tovuq oyoqchalariga. Ular ham qip-qizil bo'lgach, tezda terib olamiz. Endi esa qozondagi yog'ni ortiqchasini olib tashlab, eng tagiga qizargan kartoshkalarni, oyoqchalarni terib suv qo'yib, 2 bo'lak sariyog', tabga qarab sarimsoq, piyoz solib dimlab qo'yamiz. Sous uchun qirg'ichdan chiqazilgan pomidor, sarimsoq, piyoz va to'g'ralgan ko'katni solib, tuz va achchiq solib aralashtiramiz. Bu joyda ovqat qilaman deb salfetkalarim shunaqa kirib bo'lib ketdi. Aptini qarang. Salfetkalarni idishga solib, bavi parashogidan solib, ustidan qaynagan suv quyasiz. Ko'pirib kirlari tezda suvga ajraladi. Salfetkangiz esa top-tozagina bo'ladi. Rangi qalay ochilibdi. Bu fursatda ovqatimiz ham tayyor bo'ladi. Ishoning, shunaqay ham mazali bo'ladi. Kartoshkalari yumshoq, go'shtlari ham hil-hil bo'ladi. Ovqat issiqligida ustini tezdagina yopdik. Yonimizda maktab qurayotgan ustakalarga ulashdik. Rahmat sizlarga. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.